Xo'sh, birinchi qilgan ishimiz remin taqib olamiz. Remin taqib olamiz. Steplyani bosib o't oldiramiz mashinani. Qiladigan ishimiz bokovoy oynani to'g'irlab olamiz va ikkinchi oynani ham yerga qaratib, yer va balon ko'rinadigan shaklda birinchi skorsga olamiz, ruchnik tushiramiz, chap tomonga power yoqib yurishni boshlaymiz. Start chiziqdan o'tganimizdan keyin o'chiramiz. 1 metr oralig'ida to'xtaymiz. 1, 2, 3, 4, 5 deymizda yurishni boshlaymiz. Istakadagi ruchnikni tortmasdan chiqishni o'rganamiz. Bu holatda stop palasaga bokovoyni pastidan oq palasamiz ko'ringanda to'xtaymiz. O'sha holatda ro'pasa 1 metr oralig'ida to'xtagan bo'lamiz. Tormoz bosib turibmiz. Steplyani sekin qo'yib yuboramiz. Mashinani mana vibratsiya berishini kutdik. Tormozni qo'yib yuboramiz. Mashina o'zini xodida gaz bosmasa ham ruchniksiz chiqib ketadi. Chap tomonga burilamiz. Chap palasidan sal uzoqroq yurishimiz kerak. Bokovoy oynamizni burchagi palasaga birlashgandan keyin burilishni boshlaymiz. O'shanda biz hech qanaqa palasa bosmaymiz. Qaraydigan bo'lsak, ikkita palasani o'rtasida yurgan bo'lamiz. Bu holatda ham bokovoyimizni burchagi palasaga teng kelishi kerak. Har bir pоворot qilganimizda bizning bokovoyimiz burchagi palasaga yetishi bilan buriladigan bo'lsak, bizda hech qanaqa palasa bosishda muammo bo'lmaydi. Bu holatda ham o'ngga burilishda palasamizni olib kelib olamiz va burilishni boshlaymiz. Mana burchakka palasamiz keldi. Svetoforni yashil chiroqda ruxsat berish ishorasida yurishni boshlaymiz. Tezligimiz 11-12, tezligimiz bizga normalniy. Bokovoylar bilan ishlaymiz. Ilamizni mashqini bajaryapmiz. Bu holatda kutib turamiz svetoforni ruxsat berish ishorasini. Chorrahada imkon qadar tezroq o'tib ketishga harakat qilamiz. Birinchi garaj yuk mashinaniki, ikkinchi garaj bizning garajimiz bo'ladi. Bunisi qaraymiz zaynat bo'lsa, biz aylanib o'tamizda boshqasiga kiramiz. Yengil mashinaga 3 ta ruxsat etilgan garajlarimiz bor. Birinchisiga bular kirdi, ikkinchisi va chorrahadan bitta oldin 3-chi garajimiz bor. Bu joyda pоворot yoqish ixtiyoriy. Yoqsangiz ham, yoqmasangiz ham sizga hech qanaqa minus bermaydi. Xo'p, qaraymiz. Bu holatda burchakdan orqasini o'tkazamiz. Taxminan orqasi burchak 1 metr o'tgandan keyin rulni dakarsa aylantiramiz va kirishni boshlaymiz. Endi bu holatda oq palasani bosib to'xtaymiz. Birinchi skorsga olamiz. Garajdan chiqishda ko'pchilik palasa bosish sababi qisqa burib qo'yishlikda. Bu holatda bokovoy burchagimizni olib kelib olamiz va rulni aylantirib
fontida chiqamiz. Qaraymiz. Burchagimiz o'tgandan keyin yana rul to'g'rilaymiz. Svetoforga boramiz. Ikkinchi marta pоворotni yoqishimiz chorrahadan chapga burilganimizda znakka qarasak, chapga yurishni buyuryapti. Chap tomonga pоворotni yoqib, ro'paradan kelayotgan mashinani o'tkazib yuborishimiz shart. Demak, bu mashinamiz o'tmas ekan, biz yurishni davom ettiramiz. Tezligimiz 20 dan oshmasligi kerak. Temir yo'l kesishmasiga kelyapmiz. Bu holatda ham 1 metr oralig'ida to'xtashimiz shart. 1 metr oralig'ini qanday aniqlaymiz? Polosamiz yopildi va bokovoy tagiga qaraymiz. Shunday qaraganimizda bokovoy tagida ko'rinsa, ro'parasi 1 metr oralig'ida to'xtagan bo'lamiz. Keyingi mashqimiz tezlanish bo'lagi. Tezlanish bo'lagida ozroq gaz beramiz va ikkinchi skorsga olamiz. Tezligimizni 20 yoki 20 dan ozgincha oshirsak bo'ladi. Taqiqlovchi belgi. Bunda tezlikni pasaytiramiz 17-8 gacha va yurishni boshlaymiz. Tezlanish bo'lagidan keyin avarinli hudud, ya'ni avarinkani yoqib to'xtashimiz shart. Bu holatda mashinamiz ichida signal beradi. Kutilmagan vaqtda signal berganda to'xtab, sirazi avarinkani bosamiz. Bu holatda ham 3 sekunddan kam bo'lmagan vaqt turamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Avarinkani o'chiramiz va yurishni boshlaymiz. Avarinkani o'chirmasdan yuradigan bo'lsak, bizga 10 ball minus beradi. Parallelni parkovka. Parallelni parkovkamizda esa o'zimizga qulay bo'lgan garajni tanlaymiz. Bu holatda sariq uzuq polosani ko'ryapmiz. Ana oqni ko'rdik. Oqni ko'rib to'xtaymiz va rulni o'ng tomonga aylantirib, orqaga, ya'ni zardinga urdik. Bu holatda sariq polosani bosguncha yuramiz. Rulimizni joyiga to'g'rilaymiz. Bu holatda ham chap orqa balonimiz sariq polosani bosadi va rulni dakonsa chapga aylantirib, oq polosaga qarab haydaymiz. Oq polosaga to'g'ri chiqdi. Bu holatda sirazi ikkinchi polosaga o'tib olamiz. Chorrahaga qarab yuramiz. 3-marta pоворотligimiz svetoforda o'ngga burilish vaqtida yoqiladi. Rulni joyiga qaytarsak, avtomatik o'chadi. Birinchi yo'l S yo'li, bizga ikkinchi bo'lak B yo'li kerak. Endi finishga chiqishda oxirgi pоворотligimiz o'ng tomonga pоворot yoqiladi va finish chizig'ini xullas bosib o'tishimiz shart.